Zo'rlama qo'shqani 2 kun qasam baqsizlar. İkilimiz bakımız. Men baqaman. İkilimiz bakımız. İkilimiz baqamiz. Ya oldinda masalim degan. Bir palat o'rashtirgan qo'shqani yo'qmi? Anda men 2 kun baqsam 2 kun qo'shgan ekan bu hamda. Palatni qanday o'rashtirgan? Yana bir depinglar. Men ko'yin 70 odamga faoliyat qildik. Mushu kimdan talab olib qolsa, mushu kelib qo'yib ilib kelsam bo'ldi. Yana bir mashinaga faoliyat Audi qilgan. maşinimiz soğukumuz. Mashina ilonmi? Audi Ailio mi? Audi Ailio var. Ha, Audi Ailio degan mashina qo'shqo'shqaga 70 kishilik faoliyat qildi. 1000 ko'ydin faoliyat oldi. 1000 ko'ydin navbatlash orqali qo'yonni bechoratni chiqdi. Ondan keyin bir to'pqa kirsizlar. Topni xombayotgandan keyin qasam o'lpaqni kaysanlar. Ondan keyin qo'yonni masalasizlar. Ha, mashina maydab ketsin degan gap. Ha, shunga qo'shqan ekan, naslik kashak hamda. Qo'shqani mumkin desak, unda nasli qo'shqan deb qilmanglar. Qo'shqa Bashkan Yasin Chapar baqqan 4 millionlik qo'shqa va o'lib qolgan qo'shqa. İsmini demasak ma'lum bilsaqcha. Qo'shqani bilsa. Qo'shqani palayta hozir netsan qoldi yana. Yani aslan qaldi. 30 odam qoldimi? Demak 40 odam bo'libdi. Yana 30 odam adam qopdi. Mumkin navbatga. Ma palayt tugan ekan. Mumkin pulga navbat ololmaysizlar. Aynan shu 30 odam mushqadin qo'shqa qo'ysilishni o'ylashgan bo'lsanglar, darhol vaqtni cho'stib aloqalashib paylanib qoling. Telefon nomeringiz 132 797 17 999. O'rni yaka egachi Ismoiljon No'sta. hamisha sizlar qo'shqan o'zingizlarni ko'rsangiz bilsam bo'lsa. Qo'shqani güzel so'yoq mana. Donliq qo'shqani bo'lsa. Anda o'sha fursatni chop tuting. 30 odamdan qopdi.